Biz ishlayotgan vaqtimizda har oy $100 ofis zaplata to'lar edik. Ofisga to'lar edik. Ya'ni o'sha nimadir mayda-chuyda narsalari uchun juda yomon ko'rar edim. Nima uchun har oy $100 pul to'layman? Nega biz pul to'laymiz deb eng isyonkor inson, ya'ni shogird men edim. Juda yomon ko'rar edim. Nega har oy $100 ofis zaplata to'lashim kerak deb o'ylardim. Lekin hozir qarasam, ular to'ppa-to'g'ri ish qilgan ekan. Ya'ni har oy $100 ofis zaplata to'lash uchun men har oy yangidan insonlarga kompaniyamning mahsuloti haqida reklama qilar edim. Savol, siz hozir har oy $100 ga reklama qilyapsizmi? Har oy $100 ga ofis zaplata to'layapsizmi? Nima uchun ishlay olmayapsiz? Sizga haddan tashqari imkoniyatlar berilgan. Hamma imkoniyatingiz bor. Ofislaringiz bor, kompaniya to'laydi. Tekinga borib kelyapmizmi ofisga? Tekin-ku, to'g'rimi? Biron joyga boradigan bo'lsak, sizning proyezdingizgacha ustozingiz to'laydi. Yoki ba'zi paytlari mashinasiga olib yurib 2 soat, 3 soatlab uzoqlik joylarga olib boradi. Sizdan pul so'raydimi ustozingiz? Pul so'ramaydi. O'zingizdan bilib ham pul beray ham demaysiz. Nima uchun siz ishlay olmayapsiz? Siz bizga o'xshab har oy $100 dan ofis zaplata to'lamagansiz. Sizga imkoniyatlar ko'p berilyapti. Siz imkoniyat berilishidan qat'iy nazar yana imkoniyat kutyapsiz. Nima uchun ishlay olmayapsiz? Siz faqat imkoniyat kutuvchi bo'lib qolyapsiz. Imkoniyat yaratuvchi emas. Biznesda hech kim sizga imkoniyat yaratib berishga majbur emas. Sizning o'zingiz imkoniyat yaratishingiz kerak o'zingiz uchun. Negaki proyezdingizni ham ustozingiz to'layapti. Ofisga pul to'lab bormayapsiz. Ba'zi paytlari kerak bo'ladigan bo'lsa, uyingizgacha dastavkani ustozingiz qilib beryapti. Siz esa uyingizdan chiqmay turib boy bo'lmoqchi bo'lib turibsiz. Savol, uydan chiqmasdan turib boy bo'lsa bo'ladimi? Bo'lmaydi, uydan chiqmasdan turib boy bo'lish. Ya'ni imkoniyat kutuvchi bo'lsangiz, doimo orqada qoluvchi va noluvchi inson bo'lasiz. Bugundan boshlab imkoniyat kutmang. Nima ish qilishim kerak ustoz? Men biznesda rivojlanishim uchun deb o'zingizning oldingizga imkoniyatni yaratuvchi inson bo'lishga o'zgarishingiz kerak. Inson qachon zo'r bo'lib keta oladi? O'zgarishni boshlagan kunidan boshlab. Sizning biznesingiz qachonki fikrlaringiz, harakatlaringiz, odatlaringiz, xulq-atvoringiz va o'zingiz o'zgargan kuningizdan boshlab sizning biznesingiz boshlanadi. O'zgarishga tayyormisiz? Rahmat. Rahmat.